FV'ga touch qilish ham hisob bir xil paytda. Nimaga? Masalan, touchni o'zini ham odamlar savdo qiladi. Masalan, FV'ga mana prosta qaranglar, ya'ni tegdi, mana tekkanni o'ziga mana bir marta savdo. Yana bir marta qaytib kelyapti ertasi kuni shamni vikini to'ldirib, yana bir marta FV'ga tekkan. Mana shunda yana bir marta savdo. Amma 3-kun yana bir marta kelyapti, FV'ga yana tegyapti. Tushunyapsizmi? Bu touchni o'zida ham FV'ga ishlasa bo'ladi. Endi 0.5 nimaga olinadi? 0.5 akkuratni, ya'ni nima desa bo'ladi? FV'ga ham o'zini minimalli har doim FV'ga 0.5 ga kelib berish kerak. Ya'ni FV'ga 0.5. Qaysi desanglar, bu mana bu aytaylik mana Fibonacci'da ko'rsataman. Mana shuni 0.5 ga ko'p bozor keladi. Endi katta FV'larda bu ishlatiladi. Mana bunaqa kichkina FV'lar bo'lsa, iloji boricha общий olinaveradi. Lekin siz kichik kattaroq masalan aytaylik, qaysi FV'ga desanglar, mana bu 0 lekin ko'pincha aytaylik mana. Bu full to'lgan mana. FV'ga bir xil paytda full to'ra, bir xil paytda 70%, 50, uni ham o'sha Fibonacci'si bo'ladi. Qaranglar, lekin qaranglar mana FV'ga touchni o'zini hisoblang. Mana. Touchni o'zi ham hisob. Mana touch qilgandan keyin qancha o'sib bergan. Touch degani prosta tegishini o'zi ham FV'ga hisob hisoblanadi. Endi qaranglar, katta FV'ga. Keyingisini full to'ldirganda keyin bozor ketadi. Masalan, yana qaysi desanglar, bu mana ko'pincha o'sha 0.5 to'ladi. Какой-то FV'ga reaksiya qilinadi. Mana masalan, men yerlarda 0.5. Endi buni masalan 0.5 dan qanday tortamiz? Mana bunday qilib tortasizlar. Oddiy, endi tushunmaganlarga ko'rsatib